Sultan Hüseyin zamanındaki olimlarning bayoni. Sultan Hüseyinning zamonida olimlar shu qadar to'li ediki, ularning ahvollarining tafsiloti bu muxtasarga sig'maydi. Shundaqdimi tabarruk bilib bir nechasining ahvolini bayon qilinadi. Shuni bilish kerakki, u davrdagi olimlarning olimi va eng ulug'roqi Shayxul Islom edi. U zot Hazrati Mevlana Saidin Taftazinning nevrisi edi. Mevlana Saidin Taftarizani Emir Timur zamanida bor ekan. U zot shu zamondagi hamma olimlarning ustozi ekan. Mevlana Saidin Taftazindan keyin yana uningdek buyuk alomi vujudga kelmabdi. Mir Saidi Sharif Jurjani Mevlana Saidining oxirgi ömürlərdə dünyaya kelgan edi. Mir Said Sharif Jurjani chiroyli yigit edi. Emir Timurning huzurida Mevlana Saidin bilan to'la bas munozir qiladi. Gohida mirg'olib keladi. Shu rashik tufaylidan Mevlana Saidin kasal bo'ldi. Mir Said Sharif alama Mevlananing huzuriga Fatiha o'qig'ili bordi. Ular ko'rishib o'tirishgan edi. Bir mushuk kelib bir Mir Saidi Sharifga surkilib yaqinchilik qilishga boshladi. Mir Saidi Sharif u mushukni qo'g'laydi. Mevlana Saidin Mirga mushukni nima uchun qo'g'laydilar? Hadis sharifdagi mushukni do'st tutishmi iymon jumlasidan degan so'zga amal qilmadilar dedi. Mir Saidi Sharif bu hadisdagi izohat bilan mastar olmishib qolgan. Ya'ni mushukning odamni do'st tutishi u kishining iymoni tufaylidandir deb javob berdi. Mevlana Saidin bu javobdan xijil bo'lib chiroylari o'ngdi. Mushu sabab bilan kasallari texmi yig'ilashdi. Oxir shu kasal bilan u olamdan ketib qoldi. Shayxul Islom Sultan Hüseyin saltanatining boshlangan zamonidan tortib toki Shoh Ismoil Shohibixonni mag'lub qilgan zamongacha Shayxul Islomlik qildi. Shoh Ismoil Shohibixonni yengan ashu mag'lubiyatda shahid bo'ldi. Bu hikoyat o'z o'rnida bayon qilingusi. Shayxul Islom bu muddat ichida shu qadar taqvodorlik, poklik va diyonatni odat qildiki, hech kim intizor barmog'ini Shayxul Islom harbiga qo'ya olmas edi. Shu asrdagi olimlarning ko'pinchisi Shayxul Islomning shogirdlari edi. Ular u zotga shogird bo'lganligi bilan faxrlanadi. Faqir shu davrning olimlaridan anglagan edim. Ular Shayxul Islomning yuksak ulug'vorligi, olam aklining u zotni ziyorat qilib kelib ketish va hojatmanlarning ishlari bilan mashg'ul bo'lish tufaylidan Shayxul Islomning dars o'tishlarining toza tayini yo'q edi. Ammo donishmandlarning hammasi Shayxul Islomning shogirdlari edi. Masalan, Mevlana Asamiddin Ibrohim, Mir Muhammad, Mir Yusuf, Mevlana Shamsiddin Muhammad Bahri Abadi qatorliq 25 donishmand shogirdlari bor edi. Ularning har birlari o'z oldiga kitoblarni yozgan edi. Ular qachonki Shayxul Islomning majlislariga dars o'qig'ili kelsa, Shayxul Islomning huzurida mushkul va inchika masalalarni o'tirg'a qo'yib, bas munozir qiladi. Mutolaa jarayonida ba'zida donishmandlar ikki taraf bo'lib qoladi. Bu ahvolni Shayxul Islomga ma'lum qilsa, Shayxul Islom ko'pincha uchinchi bir xil fikrni bayon qiladi-da, ularning hammasi qabul qilib taslim bo'lmoqdan o'ziga chora topolmaydi. Ba'zida donishmandlarning hammasi birdek fikrga kelib, bir xil ma'noni muqarrar qiladi. Bundaq vaqtlarda Shayxul Islom ikkinchi bir xil fikrni bayon qiladi-da, donishmandlarning hammasi o'zlari qaror qilgan fikrni yenib, jon dili bilan Shayxul Islomning fikriga qoyillik bildiradi. Ular dars yig'ilishidan yenib tashqariga chiqishib, ajablangan holda taksin oprin aytishib, odamzodning umri ichida munchvala ilm va donishmandlikni hosil qila olishi ajoyib ajablanarlikdir deyishadi. Toki 24 yilgacha Shayxul Islomning darslari mushu xilda davomlashadi. Hech bir olim va donishmand Shayxul Islomning oldiga zodla o'tib ketolmadi. Kichik bolani 4 yosh 4 oy 4 kun bo'lganda maktabga beradigan qoida bor. Otam Xorasonga borgan vaqtida mening yeshim shu muddatga yetgachga otam meni maktabga bermoqchi bo'ldi.
Şuna meni təbərrük yüzüdən oldu bilan Şeyxul İslamның huzuruna elib berib, savaq təlim berishni iltimas qildi. Şeyxul İslam, Rabbi yasir, Tangrim oson qilg'aysan deb yozdi. U zotning Pekirga katta marhamat va shafqat qilib, muborak quchoqlarda o'ltirg'izib, noiti do'stona va muloyimlik bilan savaq ta'lim berganligi ko'nglim hujrasiga naqshlangandek hozirgacha esimda bor. U zotning muborak nazar va iltifotlarining barakati ta bugungacha Pekirga yetyotdi. Tangri xolsa buningdan keyinmi bu dunyo va oxiratda shu iltifot nazarining barakatlaridan bahramand bo'larman degan umidim bor. Ölümalardan yana Mir Murtaz, mu yigana danışman idi. Yana Hoca Mevlana Esfafani, mu haddishunos va ulug' olim bo'lib, Iroqdan qochib kelgan edi. U zotning qochib kelishidagi sabab shu ediki, yuqorida qisqacha tilga elib o'tgan Shoh Ismoil badxuy, badqiliqlik bilan sun'iy mazhabidagi jamoat ichidan mayli sultonlar, mayli amirlar, olimlar, fazilat egalari yoki dehqon va odatdagi fuqarolar bo'lsin, kimnilar topsa hammasini qirib tashlaydi. Hoji Mevlana Isfahani ashum umumiy qirg'inchilikdan qochib Xorasonga kelgan edi. Oxirida Mavara nahriga bordi va shu yerda vafot bo'ldi. Olimlardan yana Mir Abdul Qodir Mashhadi, Mevlana Jamoliddin muhaddis, Mir Ataullah Mir İbrahim Mashhadi, Mevlana Mas'ud Shirvani, Mevlana G'iyosiddin Bahir Abadi, Mevlana Haqiqi, Mevlana İbrahim Shirvani, Mevlana Shamsiddin, Mevlana Shoh Saidi Shoy Oshiq, Mevlana Muhammad Ganji, Mevlana Ahmad Jandi, Mevlana Kalan Tabib, Mevlana Ahmad Rumi, Mevlana Hoji Tabrizi, Mevlana Muin Tabrizi, Mevlana Saidin Qandahori va Janobi Mevlana Mir Abul Baqa. Hozir bu zotning sharaflari vujudining vasitasi bilan olam nurlanyotdi. U zotning ahvoli Hindiston voqealarining bayonida zikr qilingusi. U zot shu vaqtlarda Herat shahrida tonilgan mashhur olimlardan edi. Otam doim u zotning buzrukvar otasi Abdul Basitning mulozimatiga boradi. Yana Mevlana Abdul G'afur, u zotning ismlari Hazrati Mevlana Abdurrahman Jomining bayonlari ichida tilga ilindi. Mevlana Abdul G'afur intayin takallufsiz va oddiy zot edi. U zotning muborak xotiraga takabburlik va ulug'vorlik chang to'zonlari yiqilisholmaydi. Agar olamning atroflaridan har qanday bir olim kelsa, gerçi onunğa Mevlana'nın şagirdi bo'lgudek layoqat bo'lmasa-mu, Mevlana uning ko'nglini ko'tarish va ishlariga rivoj berish uchun necha kungacha uning oldida dars ilib kitob o'qiydi. Hamisha kitoblarni qo'ltiqlab ko'cha va bozorlarda piyoda sayli tomosha qiladi, qatorliqlar bor. Demak, Sultan Hüseyin Mirzining davrida Xorasonda olimlar noiti to'la edi. Ularning hammasining ismlarini bayon qilsak, so'z uzoqqa tortadi. Yana qanchaligan olimlar bo'lgan ediki, Pekir ularni bilmayman. Shunga ilojsiz olimlarning bayonini mushu joyda qisqartdik. Sultan Hüseyin Mirzining jannat kabi zamonida o'tgan shoirlarning bayoni. Ularning ba'zilari avliyolar va ulamolarning qatorida bayon qilindi. Masalan, Hazrati Mevlana Abdurrahman Jomiga o'xshash. Hazrati Mevlana Jomi Xorason avliyolarning peshvosi edi. Olimlar va shoirlarning eng oldin qismi Hazrati Mevlana Jomi edi. Shunga takrorlik intizoridan ehtiyot qilish zarur bo'lsa-mu, lekin u zotning zikrlarini takror esga olmak haqiqatan tabarruk va yiqimli ishdir. Mevlana Abdul G'afurlari Nafahat ning sharhida mundaq bayon qilgan. Hazreti Mevlana Jomi yoshlik davridan boshlab toki oxirgi umrigacha ishqi majozi, dunyoviy ishqdan xoli emas edi. U zotning ko'ngil mamlakatida hamisha ishq kuylari hukmronlik tog'larini, nog'irlarni dabdaba bilan chalardi. Oxirgi umrlarida bir kuni u zotning xizmatiga bordim. U zot bir xilvat ekan. Hozirga kirib qarasam tahorat elayotgan ekan.
Mən Mevlana'nın biləklərinin nəhayət tüklük ekanligi, uningda nurg'un dog' izlari borligini bilardim. Bugun qarasam, Mevlana'nın biləkləri ajoyib süzük və nurluq turibdi. Şuna ajablandim. Hayron bo'lib turib qoldim. Mevlana başlarını ko'tarib meni ko'rdi-da, necha muddatlardan beri ishiq muhabbat bilan shu qadar zich muomala qilib keldim. Ko'nglimda yiqimliq va go'zal qiyofatlarni xiyol qilardim. Xiyolimdagi shu go'zallikka takror nazar solardim. Xiyolimga keltirgan shu go'zal bilan muhabbatlashardim. Bu kunlarga kelganda pok va muqaddas Tangri mening qo'llarimni xiyolimga keltirgan go'zal Nozinning qo'llarining siyohida qildi. Hozir o'z qo'lim bilan muhabbatlashib turib-atdim. Ajoyib bir vaqtda keldingiz dedi. Bu söz tamam bo'lgandan keyin qarasam, Mevlana'ning muborak bilaklari yana aslidagi ko'n holga kelib qopti. Hazrati Mevlana'ning she'r va nazmlari shu darajada mashhurki, uni bayon qilib o'ltirishning asli hojati yo'q. Ammo mashhur bo'lmagan bir g'azali bor bo'lib, uning avvalgi beyti yagona harflardan tarkiblangan. Bu harflarning hech qaysi yana bir harfga qo'shilmaydi. Ikkinchi beyti 2 harfdan, uchinchi beyti 3 harfdan, to'rtinchi beyti 4 harfdan, beshinchi beyti 5 harfdan tarkib topgan. Bu xil ajoyib san'atni tabarruk bilib, bu yerda zikr qilamiz. G'azal budur. Ruhi zardari ondar. Zihat dag'i dardamdam daruni dil azar. Tani men chu kahad. Bu so'zlar Farscha 2 nusxada kast deyilgan. Farscha 3 nusxasida cho'tan kasit go'yi deyilgan. Shabi purqati chu mah navki. Bu so'z Farscha 3 nusxada mahi navki deyilgan. Başat beden guna lağar, xatat hizru jaadi. Bu söz Farsça 2 nusxasida zulfi deyilgan. Kejat müşki Tibet. Tanat simu laili labat tengu şeker, bejanet taim naimi şehidi. Bu söz Farsça 3 nusxada muqimi deyilgan. Muhabbet. Bihişti muhallad nasibi muhaqqar belabha melehi betelet sebihi begüften xesivi begüsü muenber. Seningdan yiroqda qolgandan beri chiroyim sarg'aydi. Kuyik ve dert azapdan qalbim o'tqonga aylandi. Sening hijroning kechasida mening tenim shu qadar yigilab ketdiki, go'yo yangi chiqqan oydak o'ruq va ojiz bo'ldim. Sening miyiqlaring ko'k, yigilak sochlaring Tibet ibordek xushpuroq va qopqara. Badaning kumushdek oq, yoqutdek lavlaring intayin tor va shakardek tatliq. Muhabbatingning qurboni bo'lish men uchun jannat nimatidir. Uning oldida mangulik behishning hech qancha qimmati yo'q. Sening lavlaring lazzatlik, chiroying go'zal, so'zlaring yiqimliq, sochlaring ambar kabi xushpuroq. Nafahatning xotimasi 30 cüzvi para eser bulup, onunda Mevlana Abdülgafur yana özre etip, eğer söz riştisinin uzurap ketişinden korkmagan bolsaydım, Hazreti Mevlana'nın faziletleri hakkında hikayeler tolu idi. İlacısız muşunda kısıkça bayan kıldım degen. Bu muhtasardan kısıkça tarixdi mu maksat başka bulgaçka, eğer Mevlana'nın ahvalini bunundan ziyade tepsili bayan kılsak, maqsad yiroqda qoladi. Amir Alisherning bayoni. Bu zotning taxallusi Navoiydir. Turkiy she'rni uningdan ilgari va keyin hech kim uningdek roman, go'zal, mazmunga boy va uningchilik haddi hisobsiz ko'p nazm uslubiga keltirmabdi. U zot bu fanga ustozdir. Uning turkiy tildagi she'rlari Hazrati Mevlana Jamining Farsi she'rlariga o'xshashla zo'r shuhratga egadir. Amma Amir Alisherning Fars tilidagi she'rlarimi to'la. Farsi she'rida fani degan taxallusni qo'llanibdi. Hazrati Hoji Hafiz Shirazi uning sirlari muqaddas bo'lg'ayning divanlarga javoban divan tuzibdi.
Әмір Хұсрау Дихлеведен кейін Дарияи Әбрар Яхшылар Дариясы намлы қасидені ешкім Әмір Әлишерчілік нәзім қылмапты. Әмір Хұсрауның Дарияи Әбрар қасидесінің мәтлии budur. Nəzim. Ateşin leyliki tacı Xusravvanra zverist. Əxkari Bəhri xiyali xami puxtan dərsirist. Tərcümesi mındaq. Ateşin leyliki şəklər tacığa zver dururur. Ol fişurmağa xiyali xamni əxkər dururur. Xalayiqnin pəxri, din və millətinin nuri Həzreti Mevlana Abdurrahman Cami. Onun sirleri muqaddas bolğay. İki hərəmnin şərəflik ziyarətini axırlaşdırıb qaytıb kelivatqanında Əmir Əlişir bu rubayını tüzüb o zatның istiqballarına aldığı əvətibdi. Nəzim. İnsaf bidi ey fəlaki minafam. Tazeyni du gudu kudami xob tər kərət xıram. Xurşidi cahan tab tu az canabi sübi. Yana mahi cahan gerdi men az canabi şam. Tərcümesi mındaq. İnsan ətkil ey fəlaki minafam. Bu ikisidən qaysiga xob buldi xıram. Ya canabi sübhinin senin xurşidin, ya canabi şamdın bizin mah tamam. Əmir Əlişir'nin 3 Türkiye divanı, bir Parsi divanı var. Türkiye tilda Tezkeretul Evliya, Türkiye Xemse qatarlıq kitaplarını yazıbdı. Bunundan bölək yazğan kitaplarımı tola. Birli Parisçe divandan başqa həmmə əsərləri Türkiye tilda təsnif qılınğan. Əmir Əlişir'nin əsli Uyğur'ның baxşılarıdındır. Adısını kiçikini baxşı deb ataydı. Adətdəki kişilərdən idi. Əmir Əlişir'nin Sultan Hüseyin Mirza bilan kiçik vaxtdan başlap dostluq əlaqəsi var idi. Sultan Hüseyin Mirza padişah bolğandan keyin Əmir Əlişir onun xizmetiga bardi. Mirza onu pərviş qildi. Əmir Əlişir bolsa fəzilət egilərini pərviş qildi. Şu əsrdəki tangdassız alim və fazil kişilərinin həmmisi Əmir Əlişir'nin tirişçanlığı, tərbiyə və pərvişkarlığı bilan kamalət tapdı. Əmir Əlişir'nin baylığı şu dərəcəyə yetkən idi ki, həmmə mal-mülk üskünlərindən hər günü onunğa 18.000 şahruhi. Şahruhi, Şahruh Mirza namı qoyulğan altın pul. Kirim bulatdı. Onun həmmisini pəzilət egiləri içidəki muhtajlarga sərf qılatdı. Bəzi külləri azraq bir nəs aşatdı. Bəzi külləri 18.000 şahruhi toluq sərf bulatdı. Axırqı ömrüdə barlıq mulazimləri, əmirlik həşəmidi və şahana üskünlərinin həmmisini Əmir Baba Əliyə tapşırdı. Əmir Baba Əli şu əsrdəki sipahilərinin aldınqı qatardakı kişi idi. Əmir Əlişir özü leşkari işlərdən istifa berib Sultan Hüseyin Mirza bilan söhbətdaş boldu. Qudretinin yetişicə hacətmənlərinin qiyinçılıqlarını həll qılatdı. Fəzilət egilərini pərviş qılatdı. Mal-mülk əsvablarının bütkül məhsulatını Təngri yolunda yaxşı işlərə xalis sərf qıldı. Şu qədər tolu məscid, ləngər və imarətlərini bina qıldı ki, ehtimal unçuvala köp imarətlərini aləm səhifəsində anca köp kişi bina qılalmağan bolğaydı. Bugünkü kündümü Xorasanda o imarətlərinin köpüncisi saqlanıvatıdı. Şu əsrdəki pəzilət əhli içində onun pərviş qilishigə və yardımıga ega bolmagan heç kim yox. Amma Əmir Əlişir intayın nazuk, zerib kişi idi. Həmmə kişilərinin özüdək nazuk və zerib buluşunu tiləydi. Xalayiqə bundaq buluş müşkül idi. Şu səbəbdən kişilər Əmir Əlişirdən azar yeydi. Əmir Əlişirinin nazukluqdan başqa əybi yox. Həqiqətən pəzilətlik, mərd və dövlətmən kişi idi. Bütkül ömrünü yaxşı işlərini qilish bilan yekə yeganlik içində ötküzdü. Beyt. Hasili daryoning erur bir gühür, bes kişide bolsa eğer bir hünür. Demek Əmir Əlişir'nin birli ayıbının özgisi bütünley hüner idi. Əmir Şeyhim Əhməd, təxəllüsü Süheyli bulup, Sultan Hüseyin Mirza'nın əmirlərdən idi. Yaxşı şiirlərini eytibdim, xəmsiga cavab eytibdim. Həsən Əli Cəlayir, təxəllüsü Tifli bulup, Sultan Hüseyin Mirza'nın naiblərdən idi. Neçə müddətlərgəcə pərvanəçi vəzir boldu. Qəsidə eytişdə tangdassız bulup, Goya Salman,
Salman shoir Salman Savaci ve Zahir shoir Zahir Faryabi bilan baravar edi. Radipi shikast degan so'z bilan bir güzel qasida aytgan ekan. Hech kim qasidani u qasidadek yaxshi aytmagan bo'lg'aydi. Shu qasidadan bir necha beyt qisqartib ilindi. Nazm. Nahli qadat jilve gerdi qadri sanavbar shikast. Lei lebed xanzat qiymati gavhar shikast. Parischa birinchi nusxasida bu misra o'rniga keyingi beytning ikkinchi misrasi ko'chirilgan va bu misra bilan keyingi beytning birinchi misrasi tushirib qo'yilgan. Pastai tu g'unchara chun bedrahu zadgiri. G'unchai tu pistara handa balabi dar shikas mardumaki chashma u kandi binoyi xirat. Fitnai Ye'ü cüc besti sadid sikender şikest. Nev'ahi kumri çerast. Güne ziyad kadet. Serseri ahem beba kameti er şikest. Hami'i emnu ama şahi bednu zaman. Anki beba zayı edil puşti sitemker şikest. Kametin köçti hareket kılıvedi. Senüber derxinin kıymeti kalmadı. Yaqut lavlaring kulgan edi, guharning bahosi tushdi. Pistidak ig'izing g'unchini ich-ichidan tuguvilishga majbur qildi. G'unchidak lavlaring pistidak kulganida uncha marjonning e'tibori yo'qoldi. Go'ya Yeju Majujlarning fitna fasadlari Iskandar Sepilni xarob qilganidek, uning ko'z qarchuqlari aql idrok binasini buzdi. Paxtakning yig'zari uning qomatini o'stirsimi, lekin mening vaqtlarim bo'rni bog'dagi orchining qomatini sindirdi. Tinish amallikning himoyachisi Shoh Badu zamonning adolat qo'llarida zolimlar tayanchilari yengildi. Bu qasida butunlay mushu uslub bo'yicha aytilgan. Asafi vazirning o'g'li bo'lib, yaxshi she'rlari bor. Bu matla uning bidebit tabiiy iqtidorining natijasidir. Bit. Bersari koyi raqiban zikri an mecnun kunum. Kafiristanist anca Allah Allah çüm günüm. Kuparlar yurtida yurib, Tangrini tilga olganga o'xshash raqiblarining ko'chisida u ay yuzligimni esladim. Ahi, she'rlari noiti fasodlik va bog'lanishliqdir. Uning she'rlarini Mir Shohining she'rlari bilan tang bilishidir. Uning noiti go'zal bir devoni bor. Bu matla uningki. Matla. Nazam bichashim xudoki jamoli tu dida ast. Aftam be payi xudki bu bayat rasida asid. Sening jamolingni ko'rgandan beri ko'zim boshqa narsaga qaramas bo'ldi. Putum sening ko'changga yetishgandan beri boshqa joyga yurolmas bo'ldi. Hilali. She'riyat penida ustozdir. Yaxshi she'rlar bor. Shoh va Gada u zotning nazmlaridandir. Divani hammaga tonishliq bo'lib mashhurdir. Bu matla uningki. Nazm. Mahi zencevri felek du ta şuda asad. Be'ez mahi parai juda şuda asad. Felek japasıdan ay iki parça oldu. Ay özünün bir parçasından ayrıldı. Benai. Fazıl kişidir ve kamil şairdir. U zat bilen Emir Alişir'nin arasında daim mite ve çaqçaqlar tolu yüz beradi. Ularning orasida o'tgan chaqchaqlar noiti mashhurdir. Shu chaqchaqlarning biri shuki, Mavlana Bai Amir Alishirga to'li chaqchaq qiladi. Amir Alishir mo chaqchaq qilib, Mavlana Banai sarang bo'pti, shifoxonaga elib berib, tapiniga noqut qaynatmasini qo'yib davolanglar dedi. Mavlana Banai Amir Alishirning bu so'zidan vahimaga tushib, qechib Iroq ziminiga bordi. U yerda Sultan Yaqubning parvish qilishiga erishdi. Necha muddatlardan keyin yana Heratga qaytib keldi. Amir Alishir odam avatib, uni chaqirtib kelib, noyida muloyimlik va muhabbat bilan ko'rishdi. Uningga in'om va ehtiromlarni baxshatdi. O'tganki ranjishlar uchun o'zra aytdi.
Mevlana Banaimu o'zining qilgan chaqchaqlari uchun kechirim so'radi. Ular intayin yaqin do'stlik qoidasini baja keltirishdi. Amir Alisher Mevlana Banaidan ahvol so'rab bo'lgandan keyin so'z orasida Iroq zimini qandoq viloyat ekan, u yerdagi xalqning urf-odati va mijozlari qandoq ekan deb so'radi. Mevlana Banai yaxshi viloyat ekan, xalqning adab qoidalari, odat va mijozlari maqtashga loyiq va yiqimli ekan. Xususan ularning to'limi obdan bir xislati bor ekan deb javob berdi. Amir Alisher uningdan qanday xislati bor ekan deb so'radi. Mevlana Banai Iroq xalqi turkiy she'rga faqat e'tibor qilmaydi ekan. Turkiy tilda she'r aytadigan kishi asla yo'q ekan. Ularning bu odatini to'limi yaxshi ko'rdim deb javob berdi. Amir Alisher texi ho'shingga kelmabsan, endi mundaq daxli taruz qilishlaringni tashlab, rostlik va to'g'riliq bilan aytgin. Mening divonimdagi she'rlarimdan Iroq xalqi qaysiga oprin aytadi, qaysi nazmamni yoqtiradi deb so'radi. Mevlana Banai sizning she'rlaringiz ichidan bu matlangizni yoqtiradi ekan deb javob berdi. Matla ko'kragimdir subhining parxonadan chakrak, kirpikim shabnam to'kilgan sabzidan namnokrak. Ammo bu matlani Mevlana sahibi aytgan bo'lib, Amir Alisher sahibiga iltimos qilib, bu matlani davomlashtirib g'azal qilgan va o'z divoniga kirgizgan edi. Amir Alisher Mevlana Banaidan bu so'zni anglab chehrini o'zgardi. Sen ajoyib jidalxo'r odamsan. Bu matla mening emas, Mevlana sahibining emasmi? Sen men bilan qasdan qarshilash uchun mushundaq davatsan dedi. Mevlana Banai mening sizga chiqilishga haddim bormi? Bu matlaning sizning emas ekanligini bilmabdiman. Iroq xalqi nihoyatda yoqtirib yaxshi ko'rgan buningdan boshqa matlalaringizmi bor dedi. Amir Alisher u qaysi matla deb so'radi. Mevlana Banai aytdiki, matla boshimizdan soyai sarvi qading kam bo'lmasin, zoti poking bo'lmasa, olamda odam bo'lmasin. Lekin bu matlamu Amir Alisher emas edi. Uni Mevlana Lutfi aytgan bo'lib, Amir Alisher uni g'azal qilib divoniga qo'shgan edi. Shunga Amir Alisher bu so'zni anglab ixtiyorsiz g'azablandi. Bu matla Mevlana Lutfining emasmi? Sen bilib turib qasdan men bilan qarshilashyapsan. Odamga chiqilishni zodil tashlamabsan deb g'azab bilan koyib o'ltirishni oxirlashtirdi. Mevlana Sayfi masalchilik bilan mashhurdir. Tufsiga taqlid qilibdi, ammo uningdan yaxshi aytibdir. Mevlana Sayfi olim va fozil kishi. Uning divoni xaloyiq ichida mashhur edi. Bu beytlar uningdandir. Nazm ey tura chun dili ushshaqi parishon kakku, qomatat fitnavu sar fitnai davran kakul, hamchu dud astaki bergardi sari shami buvat, halqa halqa basar on mahi taban kakul. Ey sening çoğulgan çaşların aşıqlar köngledek perişan. Senin qaddi qametingu bir fitne, amma davrlar fitne pasatlarının başlanışı orni senin çaşların. Ey nurluq ay, senin beşindeki halqa halqa çaşların xuddi Şamның beşi etrafını qaplagan qara istüteklerge oxşaydı. Yana o sanatkarlar üçünmü beyitlerini aytgan bo'lib, onunğa bedai deb ad qo'yibdi. Bu beyt şu cümledendir. Beyt Çu işqi gillay bizur gerdun eftat, dila xushbaş non der revg'at eftat. Eşqning çangılığa düşüp özümni yo'qatdim. Ey ko'ngil, xo'shal bo'l, non yog'i tushgandek bo'ldi. Beyt Budi pardaz karim chun bekasan misazat, hiç ba hali mani xasta nami pardazat. U güzülüm kişilerge yaxşılık qılıdı. Amma men beçarının halıga yetip könglimni yasap qo'ymaydı. Yani bulardan başqamı divan tüzgen şairlar naidi tola. Hazırmı naidi meşhurdur. Şu cümleden Mevlana Ahli, Mevlana Nergizi, Mevlana Hecri, Mir Muhammed Salih, Mevlana Şehidi,
Mevlana Şuhudi, Gülşeni, Gülhani, Peyami, Hace Ebul Bereke, Tehallusi Fıraki'dir. Heydar Gilece. Bu isim Tehran neşrida Gilepçe deyilgan ve bunundan başkalar şu devirde köp idi. Hemmisini bayan qilsak söz richtisi uzurab ketidi. Muammachilarning bayani. Sultan Hüseyin Mirzining davrida muamma aytadigan fazilat egalarimi to'la edi. Yuqorida zikr qilingan shoirlarning ko'pinchisi yaxshi muammalarni aytgan. Ammo tövendeki fazilat egalari muamma penining ustozlaridir. Gerçi ularning boshqa fazilatlari bor bo'lsa-mu, lekin muamma penida mahoratlari yuqoridir. Shu jumladan Amir Hüseyin muamma penida tangdossiz bo'lib, bu jihatda intayin ajoyib bir risolasi bor. So'hrab degan ismga aytilgan bu muamma shulardan biridir. Muamma Yaftam ezdari meyhai tersa şerefi, hasıli medrese eknun terefi ma terefi. Tersallar meyhanesinin şerifidin ve medresede üyengellerimden şunu düşündüm ki, biz hemimiz bir tarafta. Onundan başka Mevlana Bedaxshi Muammayı ve Mevlana Şihab Muammayı ve yana nurgun muammachilar o'tgan. Ular noydi mashhur. Ularning hammasini eslab o'tadigan bo'lsak, maqsad yiroqda qoladi. Sultan Hüseyin Mirza zamonidagi katiblarning zikri. Nasx taalliq xiti bu kunlarda noydi rivoj topdi. Bu xatni paydo qilguvchi Mir Ali Tabrizi edi. Mir Ali Tabrizi Amir Temurning zamonida o'tgan edi. Mevlana Jafar Xush Navisimu Mir Ali Tabrizning shogirdi bo'lib, Aqsam xitida ustoz edi. Mevlana Abdullahmu o'z vaqtidagi xattatliq ilmining ustozi edi. Mevlana Mahmud Kotib Samarqandi va yana bir qancha kotiblar Mevlana Abdullahning shogirdlari edi. Qolgan hamma kotiblar yuqorida zikr qilingan kotiblar shogirdi edi. Yana ta'liq xitida Mir Abdulhay Mevlana Ja'farning shogirdidir. Qolganlarning ko'pinchisi Mir Abdulhayning shogirdlaridir. Nasx ta'liq xitida Mevlana Azhar o'z davrining kamolat egisi edi. Mevlana Shayx Abdullah Xorazmi va Mevlana Mahmud Hanifi qatorliqlar Mevlana Azharning shogirdlaridandir. Mevlana Jafar xatni osta va kichik, lekin puxta va yiqimli yozibdi. Mevlana Azharmi puxta, yiqimliq ham to'g'ri, lekin noumuvofiq varaq, takshsizlik yozibdi. Mevlana Jafar Mirza Shohruxxonning davrida bor ekan va Mevlana Azhar Sultan Abu Said Ko'raganning mulozimlaridan ekan. Mevlana Azharning shogirdlari ko'p. Mevlana Sultan Ali Mashhadi va Shayx Bayazid Purani shular jumlasidan bo'lib, Baysungur Mirzaning kotiblaridan edi. Baysungur Mirza Shohrux Mirzaning o'g'li va Mirza Babur Qalandarning otasidir. Mevlana Sultan Ali Mashhadi qit'asi vaslikda ve bütkül jalli ve xafiy xatlarını yezishda emas, balki nasih ve ta'liq xatlaridami birdek e'tirof qilinadi. Uningdan ilgari ve keyin hech kishi uningdek xat yozmagan bo'lg'aydi. Mevlana Sultan Ali o'z xatining hamma sifatlari ve go'zalligida tangdossizdir. Xususan Mevlana Sultan Alining xatida bor bo'lgan yiqimli xususiyat ve nazokat hech kishiga muyassar bo'lmabdi. Mevlana Sultan Ali xattatliq ilmining qoidalari haqida bir risola yozib chiqibdi. U ashu risolasida mundaq deydi. Shu holatda mashq qilib yuratdim. Ko'pincha vaqtlarda Hazrati Imom Ali Musa Rizo Tangri uningdan rozi bo'lg'ay ning muqaddas ziyoratgohlarida turatdim. Bir kuni tush ko'rdim. Tushimda taqvodorlarning peshvosi payg'ambarimizning kuyovli Tangrining g'olib Shiri Hazrati Ali ibn Abu Talib Tangri uning yuzidan yaxshilik qilg'ay. Menga bir qalam iltifot qildi. Uyqudan uyg'onib qarasam, xattatliq ilmining hammasi menga bosh egibdi. Mevlana Sultan Ali dastlabki mashq qildigan vaqtlarida o'zining xohishi bo'yicha xatlarni bir xil shaklga keltirib yozadi.
Uning yozganlari avam xalqlarga xo'sh yoqadi. Ammo kotiblar uni qabul qilmaydi. Aşı vaqtlarda Mirza Sultan Abu Said ko'raganning bir xamsasi bor bo'lib, uning Mevlana Jaffar boshdan boshlab ko'chirib oxiriga yetmay notamam holatda qolgan edi. Sultan Abu Said Mirza bu xamsining qolgan qismini putib tamom qilib beradigan bir kishi bormidi? Uning xiti Mevlana Jaffarning xitiga butunlay o'xshaydigan bo'lsa deb so'radi. Shu vaqtlarda Mevlana Sultan Ali xilila shuhrat qozongan edi. Şuna kişiler hazır bir yaş yigit var. Xuşxat yezişdə naiti məşhur. Bu çoğun işinin hödisidən aşı yigit çıqalışı mümkün deyişdi. Şunundan keyin Mevlana Sultan Ali'ni ilip kelip Mevlana Jaffar bitken Hamzani ko'rsatdi. Mevlana Sultan Ali bu işni şu haman qabul qildi ve ilip berip bir yüzvey, bir parça bitip ilip geldi. Oldu bilan uni Mevlana Azharning oldiga ilip bordi. Mevlana Azhar Sultan Ali'ning bitgan xitini ko'rib g'azablandi. Bu sening xiting emas. Mevlana Jaffarning xitini mening xitim davatsan deb necha kungacha Mevlana Sultan Ali'ni mahbus qilib qo'ydi. Uningdan keyin qamoqxonadan chiqarib, "Ey o'g'lim, sening noyati qobiliyating bor, ammo xattatlik degan o'zgachilik ega bo'ladi. Sening putishing nasx ta'alliqining uslubi emasdir" dedi. Mevlana Sultan Ali bu so'zni anglagandan keyin bir qit'ani Mevlana Azharning ko'z oldida putib bergandan keyin bildiki, nasx ta'lifning uslubi mushundaq ekan va xattatlikda uslub mo'tabar ekan. Bugungi kunda Mevlana Sultan Ali'dan shu qadar ko'p asarlar miros bo'lib qoldiki, aql uningdan hayron qoladi. Olamdagi ko'pincha shaharlarga qalam egalari ichida Mevlana Sultan Ali'ning qitalari va kitoblaridan xabari bo'lmagan kishi kam ko'rildi. Ko'pincha podshohlarning kitobxonasida Mevlana Sultan Ali'ning shogirdlari noyda to'la. Mevlana Alloddin shularning biri bo'lib, Mevlana Sultan Ali'ning xitiga hech kim Mevlana Alloddindek o'xshatib yozolmaydi. Yana bir shogirdi Sultan Muhammad Xandon bo'lib, uning xitimi Mevlana Sultan Ali'ning xitiga o'xshaydi. Noyda yiqimli yezibdi. Yana bir shogirdi Mulla Muhammad Abrishimi bo'lib, xatni to'limi puxta putibdi, ammo sal shikast taraf yezibdi. Yana bir shogirdi Mevlana Nazayin Mahmud Mevlana Sultan Ali'ning kuyug'uli bo'lib, xattatlikda kamolat egisi edi. Yana bir shogirdi Qalandar kotib. Mevlana Sultan Ali uningga ko'p iltifotlar qiladi. Qalandar kotib bütün ömrünü yolg'izlik, yakki yeganlik, ahli solihlik va poklik bilan o'tkazdi. Yana kotiblardan nurg'unlar bor. Ular yuqorida tilga ilingan jamoatning shogirdlaridandir. Shu jumladan Mevlana Qosim Ali, Mevlana Muhammad Abrishimning shogirdi. Uning xitining puxtaligiga hech kimning xiti o'xshamaydi. Ko'pincha odamlardan obdaroq yezibdi. Piqir Kamina xattatlikda uning shogirdiman. Bu ahvolning tafsiloti o'z o'rnida bayon qilingusi. Yana biri Qosim Shohidi Shoh bo'lib, Mevlana Sultan Muhammad Xandonning shogirdidir. Xatni noyda yiqimli bitibdi. Yana biri Mevlana Mir Alidir. U Mevlana Nazayin Mahmudning shogirdidir. Xatni noyda puxta va pokiz bitibdi. Xafi xitini jalla xitidan yaxshiroq bitibdi. Yuqorida tilga ilingan bu katiblar shunday kishilardirki, ilgirki zamonlardami va keyingi vaqtlardami ularga tangdosh bo'lg'ida kishilarni bu palakning ko'zi ko'rmagandir. Sultan Husayn Mirzaning davridagi suratkor va naqqoshlarning bayoni. Suratkor, rassom va naqqoshlardan biri Ustod Mansurning o'g'li Shoh Muzaffardir. Ustod Mansur Sultan Abu Said Mirzaning zamonida bor edi. Bu panda u ustozdir. Uning qalami shu qadar nozik va inchiki ediki, Shoh Muzaffardan boshqa hech kishi undaq nozik qalamni tutib boqmagan. Ammo Shoh Muzaffar otasi Ustod Mansurdan necha daraja yuksaklikka ko'tarilibdi. Shoh Muzaffar 24 yoshida vafot bo'ldi. Bu san'atning ustozlari uni to'liq azizlaydi. Bekzod. Bu panda ustoz bo'lib,
qo'li Shah Muzaffardek nozik emas, ammo qalami Shah Muzaffarning qalamidan kuchliroq. Ustixonlarni sizishi uningdan yaxshiroqdir. Qadimgi davrlardagi Hulagu xaqonlarning avlodi bo'lgan Iroq podshohlari vaqtida Haji Abdulhay bu fanda ustoz edi. Bu san'at ahlining e'tiqodicha Haji Abdulhay avliyo edi. Oxirgi umrida bu san'atdan to'yva qildi. Her yerda o'zi sizgan tasvirlardan uchirtib qolsa, suvda yuvib etadi yoki o'tda kuydirib etadi. Shu sababdan uning ishlari noyda kam ko'riladi. Suratgarlik sohasida uning misli yo'qdir. Shah Muzaffar bilan Behzod ikkilisi Amir Alishirning tarbiyasi va parvishiga erishganlardir. Qosim Ali Chehra Gushay Behzodning shogirdidir. Uning hunarlarimi Behzodga yaqinroq. Odam suratini sizish uslubida nurg'un mashq qilish orqali Qosim Alining ishlari Behzodning ishlariga qaraganda to'g'riroq chiqibdi. Ammo Behzodning ishidan sal qo'polroqdir. Maqsud uni ikkinchi Qosim Ali deyishga bo'ladi. U mu Behzodning shogirdi bo'lib, uning qalami Qosim Alidan hech kam emas. Ammo uning sizmalari Qosim Aliga nisbatan xamroqdir. Mevlana Mirak Naqqash. U ajoyib g'aroyib kun o'tkazadigan kishi bo'lib, Behzodning ustozi edi. Sizmalari Behzoddan puxta chiqibdi. Ammo boshqa hunarlarda Behzoddek emas. Bütün ishlarni ozodi yerda qiladi. Uy va hujraga kirmaydi. Bu ishi ajablanarlikdir. Yana uning ustiga palvonlik, chelishchilikni odat qilgan edi. Bu ishlar bilan rassomlik hunarini birga qilish to'liq ajoyib g'aroyibdir. Ustod Baba Hoji. Uning tasvirda qalami puxta, ammo sizmalar qo'pol. Butkul Xorasonda naqish va lohiyni uningda qiladigan kishi yo'q edi. Aytishlarga qaraganda u bir majlisda o'z hunarini ko'rsatish uchun 50 doira sizibdi. Uning hech qaysi bir-biridan bir qil miqdori chog'liq, cho'ng kichik emas ekan. Shayx Ahmad Baba Hojining qarindishi edi. Yana Mevlana Junayd, Ustod Hisomiddin G'addorigar, Mevlana Vali qatorliqlarning hammasi mahir ustozlardan bo'lib, ularning mahorati bir-biridan ancha ko'p farqlanmaydi. Mevlana Yusuf Behzodning shogirdi bo'lib, qo'li noyda tezdir. Yuqorida tilga ilingan ustozlar bir oyda qilgan ishni u 10 kunda qilib tugatadi. Ammo qalami yuqorqi ustozlardek yiqimliq emas. Uning suratgarlik hunaridan tillakorlik, oltin hal berish hunari yuqoriroqdir. Mevlana Darvish Muhammad Fiqrning ustozimizdir. U Shah Muzaffarning shogirdi bo'lib, qalami nozuklikda mislsiz va tangdossiz. Belki Shah Muzaffardanmi yuksakroq. Lekin ba'zi ishi Shah Muzaffardan xamroq. U bir shirning suratini sizibdi. Shirga bir kishini mindiribdi. Ondan shirni nayzning uchiga ilibdi. Butkul suratning hammasini bir dona go'rishning ostida qo'ysa ko'rinmaydi. Bu davrda o'tgan naqqashlar noyda ko'p. Ammo ularning ustozlari va oldingi o'rindagilari yuqorida bayon qilingan jamoatdir. Muzahiblar. Muzahib oltin hal berguchi. Molla yari oltin hal berishda ustozdir. Yeziqchilik bo'lsa oltin hal berishdanmi yaxshiroqdir. U mu Mevlana Valining shogirdi, ammo hunarni uningdan o'tkazib yetibdi. Mevlana Mahmud Muzahib Darvish Muhammaddan yaxshiroq hunarlarni qildi. Shulardan biri Sultan Husayn Mirzaga tayyorlagan bir dibachisi bo'lib, u putmay qapti. Uningga 7 yil vaqt sarf qilib, shu qadar inchga ishlabdi. Uningga bandurumi gullarni shundoq nozuklik bilan sizibdiki, yerim noqut o'rnichilik yerga bir oy ishlab, u yerga 50 aslam yaproqchisini tushiribdi. Bu davrda o'tgan muzahiblar noyda to'la. Ular ichida ustozlari yuqorida zikr qilingan mushu ikkilandir. Mug'aniylar degan mavzu ostida berilgan 9 kishi haqidagi ma'lumot Farscha 2-3 nusxalarda va Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q.
Bu bölek Parischa birinchi nusxaga asosan Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasi va Toshkent Ruscha nashridan foydalanib to'liqlandi. Bu davrda o'tgan mug'anni, nag'michilardan biri Hofiz Basir bo'lib, hamma kishi uni birdek tangdoqsiz qobiliyat egisi deb qaraydi. Anglashlarga qaraganda bahor faslida u bog' ichida she'rlarni o'qiydi ekan. Bu chaqda bulbul, paxtak, qushqosh va boshqa har xil qushlar uning atrofiga yig'ilib beshiga va murilariga qo'nib o'ltirdi ekan. Hofiz Hasan Ali, Hofiz Basirning shogirdi edi. U Hasan Alining ovozi to'van, ammo intayin yiqimliq, roman va mazmunliq edi. Hofiz Hoji bu ism Parischa birinchi nusxasida va Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida yuqorqidek ilingan. Toshkent Ruscha nashrida Hofiz Jami deyilgan. Ovozining ohangdorligi jihatda yigona va tangdoqsiz edi. Noiti yaxshi beytlarni o'qiydi, lekin Hofiz Hasan Alidan saddaroq o'qiydi. Hoji Abdulla Marvaridning Mavliyi suluki jihatdagi ahvoli Tazkira-i Mavali nomli tazkirada bayon qilingan. She'riyatda Hiloli va Ahlidan Taliq xitida eng oldinqisi bo'lgan Mir Abdulhay. Bu ism Parischa birinchi nusxasida yuqorqidek ilingan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida yo'q. Toshkent Ruscha nashrida Mirhay deyilgan. Va Mulla Darvishdan Nasixtilik xitida Sultan Mahmud Nurdan keyin uning nomini yezish kerak. U har xil pallarda tangdoqsiz va mislsizdir. Qonunda uningga yetadigan hech kishi yo'q. Griffithni u ixtiro qilgan. Qadimiy soz bo'lgan qonunning chelishda uningga tang turalaydiganlar yo'q. Boshqa sozlardan xabardor bo'lsa-mu, lekin uning tabiati qonunga ko'proq moyil edi. Chunki bu sazmi xuddi Hoji Abdullahga o'xshash noiti chus va kaskin xususiyatga ega bo'lganlikdan Hoji Abdullahning tabiati qonundan boshqa sazga ancha qiziqmaydi. Bu panda u ustoz, barliq mahorat va fazilatlari komil. Shu jumladan Mughinilar toifasining eng oldinqisi edi. Ustad Sayyidi Ahmad G'ijaki. Ism Parischa birinchi nusxasida yuqorqidek ilingan. Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida Seyyidu Muhammad Ajami deyilgan. Toshkent Ruscha nashrida Ustad Seyyidu Muhammad G'ijaki deyilgan. Va Mutahhiri Udi. Bu ism Parischa birinchi nusxasida va Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida yuqorqidek ilingan. Toshkent Ruscha nashrida Mazhari Udi deyilgan. Qatarlıqlarmı öz zamanının maharet egilerinden edi. Amma Ustad Qul Muhammad u ikkilisidan ilgirlab ketibdi. U zatning tangdoqsiz pashruları var edi. Ustad Haydar Shah Balbani. Ism Parischa birinchi nusxasida va Toshkent Ruscha nashrida yuqorqidek ilingan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Balbani degan so'z bulbulani deyilgan. Mu o'z kasbida tangdoqsizdir. Bu jihatda u zatga taqobil turalaydigan va uningga o'xshatalaydigan kishi yo'q edi. Ustad Shayxi Noyi. Bu ism Parischa birinchi nusxasida Ustad Shayxi deyilgan. Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Ustad Shayxi va Nomi deyilgan. Toshkent Ruscha nashrida yuqorqidek ilingan. Hamma sozlarni uning ustozlaridan yaxshiroq chaladi. Shu jumladan naychilish uning o'ziga xos mahoratlardan biri bo'lib, bu jihatda u zo'r shuhrat qozongan. Bu davrda o'tgan mislsiz olim, san'atkor va fazilat egalarining tafsiliy ahvoli va uchuq bayonlari bor. Bu davrda Xorasonda ko'zga ko'ringan ilm, fazilat va hunar san'at ahlining hammasi Amir Alishirning tirishchanligi va parvish qilishi natijasida yetishib chiqqan edi. Aslidagi hikoyatning bayoni. Bu muqaddimalarni bayon qilishga maqsad shuki, otam Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Xorasonga shundoq chog'da borgan ediki, bu vaqtda Xorasonning buyukligi va go'zalligi, bo'libmi Hirat shahrining go'zalligi, olimlari va fozillari yuqorida zikr qilingandek shu darajada esil va tangdoqsiz edi.
Әмма у күнләрдә Sultan Hüseyin Mirza'ның farzandlari buzrukvar otasiga itoatsizlik va osiylik qilishib, yana pushaymon qilib, tavba qilishib, otasining oyoqlarini so'yishga musharraf bo'lib, har qaysilari Sultan Hüseyin Mirza'ning taxti ro'monining putlarini itoat bo'yinlariga ilib, to'liq ittifoqlik hosil qilgan edi. Otam Hiratga borganida uning oldiga nurg'un xalqlar chiqdi. Noiti aziz va ehtirom bilan munosib o'ringa tushirdi. Vaqtiki otam Sultan Hüseyin Mirza'ning huzuriga bormoqchi bo'ldi. Mir Muhammad Burunduq Barlas Shahruh Mirza. Bu ism boshqa nusxalarda Shahruh Mirza deyilgan. Mulla Muhammad Niyoz tarjimasining mushu qo'lyozmasida Shahibixon deyilib qolgan. Tuzib elindi. Ning amirlardan edi. Shu zamonda yosh jihatda isilzodlikda Törelik mərtəbəsində və çarə tədbirlərdə Çağatay ulusida onundanmı peshqadamroq kishi yo'q edi. Mir Muhammad Burunduq Barlas otamga iltifot və təkliflərini ko'rsatib, sultan bilan tizinib ko'rishish taklifini orqa soldi. Otam rozilıq berib Sultan Hüseyin Mirzaga cho'nqur ta'zim qilib, adab bilan ko'rishdi. Mirza Sultan Hüseyinmi otamga ko'p izzat ikramlar qilib, otamni hamma farzandlardan, yana kelib barliq farzandlarning cho'ngi va azizraki bo'lgan Mirza Badu zamondami yuqori o'ltirg'izdi. Herat shahri bo'lsa jannat kabi shahardir. Otam ana shunday shaharda bu qadar izzat va hurmatlar bilan hayot kechirdi. Ammo Sultan Hüseyin Mirza bek yashnab qolgan. Uning ustiga polish va nuqras kesiliga giribdor bo'lgan ve hərəkət iqtidarının qalğan idi. Onun oğulları Sultan Hüseyin Mirza'nın ornunu besib, Şahibixonga taqobil turalğudek jasorat və qabiliyyət yo'q idi. Shu sababdan otam Heratda turishni muvaffaq ko'rmagan edi. Ammo shu qadar hurmatni ko'rib turib qilishni qabul qildi. Bu vaqa asnosida yuqorida Mo'g'ulistondan Samarqandga Shahibixonning oldiga o'tinish uchun borganligi zikr qilingan Shahibikam Xorasonga keldi. Shahibixon Sultan Hüseyin Mirzaga tava bo'lgan Xorazmga yurish qilganida otam uning ishorati bilan Xorasonga qochgan edi. Sultan Saidxon Mo'g'ulistonga yuzlangan edi. Shahibixon qolgan Mo'g'ullarning ko'pincha o'g'illarini oxirat mamlakatiga roman qilgan. Ba'zilarini zindonga qamagan edi. Shahibikamni haydab chiqarish yo'li bilan Xorasonga avatgan edi. Qalgan Moğollarmı onunla həmrəh olub Xorasonga yetib gəldi. Yana yuqorida Yunus xonning farzandlarining otları bayonida zikr qilingan farzandlarining cho'ngi Mehri Nigar xonim Samarqand podshohi Sultan Ahmad Mirzaga yotliq qilingan edi. Shahibixon Sultan Ahmad Mirzani o'ldirib, Samarqandni qo'lga kirgizgan vaqtida Mehri Nigar xonimni o'z nikohiga ilib nikohlangan edi. Samarqandning oxirgi qitimliq muhasirasida Babur podshoh Samarqandda edi. Oxir ish sulhiga qaror topdi. Shahibixon Xonzoda begimni talab qildi. Babur podshoh ilojisiz o'z jinining badaliga Xonzoda begimni uningga berib o'zi badar ketdi. Shahibixon Mehri Nigar xonimni taloq qilib Xonzoda begimni nikohiga oldi. Mehri Nigar xonim Samarqandda edi. Shahibikamni Xorasonga mangdirganda xonimmi shu sabab bilan onasiga qo'shildi. Otamning bir singlisi Shahrisabzda qolgan edi. U qarinishim Muhammad Shahni ilib Shahibikam va Mehri Nigar xonim bilan birga Xorasonga yetib keldi. Bu jamoat yetib kelishdan ilgari otam hajga tayyorlik qilayotgan edi. Bu jamoat kelib qo'shilgandan keyin Munchivala jamoatni musofirchilikda tashlab ketish mardonlik va insonchilik mazhabiga otamga naloyiq ko'rindi. Shunga oldi bilan ularni Kabulga yetkazishni qaror qildi. Chunki Kabulda Babur podshoh bor edi. Shahibikam Babur podshohning onasi tarafdan yaqin tuqqani. Mehri Nigar xonim Babur podshohning homisi edi. Demak, otamning o'y xiyollari mushu ishga qaror topdi. Sultan Hüseyin Mirza'dan ruxsat ilib Kabulga qarab safar qildi. Kabulga yetib berishimizdan necha kun ilgari Babur podshohning onasi Qutlug' Nigar xonim vafot bo'lgan edi. Uning vafoti Kabulga ketayotgan bu jamoatning ta'liyining tadbirligi edi. Babur podshohmi oshuncha hozidor holatda bularning oldiga chiqdi va bu jamoatning qadamini intayin aziz, mukarram va muhtaram bildi. İmkoniyatning boricha ularning ko'nglini izlab a'lo darajada izzat hurmat qilib, ulug' va tabarruk bilgan holda muhabbat qildi.
Ular necha muddatgacha noiti rohat, parog'atda va intayin tinish omonlikda hayot kechirdi. Arqadınla Sultan Hüseyin Mirzining vafot bo'lganligi xabar keldi. Xorasonning ahvollari mundaq bo'ldi. Mirza Badu zaman töre qoidasining hukmiga binoan otasining taxtida o'ltiradi. Sultan Hüseyin Mirzining xonishi bo'lgan Xadija begim fitna fasodchilarning eng oldi edi. U o'zining o'g'li bo'lgan Muzaffar Hüseyin Mirzining Badu zaman Mirzi bilan saltanat ishida sherik bo'lishini qaror qildi. Gerçi o davrda aql va dona kishilar bor bo'lsa-mu, lekin bular bundaq foydasiz ishga amalsiz rozilik berdi. Bu vaqtda Qur'on Karimda agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Qur'on Karim 21-sura, Anbiya 22-oyatning bosh qismi. Degan oyatning hukmiga binoan ularning saltanati muqimlashmadi. Bu vaqtlarda Jahongir Mirza G'aznin hozirgi Afg'onistondagi Kobulning janubidagi G'azna shahri Muharrirdan da edi. U viloyatning kichikligi va qattiqligi tufaylidan Xorasonga qarab yuzlandi va Bobur podshohga xat avatib, Sultan Hüseyin Mirza bu kunlarda bu turaqsiz olamning oxirat saroyiga yurib ketibdi. Ko'nglimga shundoq kelyotdiki, mushu mahalda Sultan Hüseyin Mirzining farzandlari bilan yordamlashsak, muhim ishlarimiz amalga oshishi mumkin. Bu maktub Bobur podshohga yetish bilanla tezlikda yo'lga chiqdi. Bobur podshoh agar Jahongir Mirzaga yo'lda yetishsa, uni yo'ldan yondirish g'arazida edi. Yetisholmasa, orqasidan Xorasonga bormoqchi bo'ldi. Podshohning Xorasonga berishi rasmiy tayin topgan chog'da Bobur podshoh otamiga Kobulning barliq ishlariga mas'ul bo'lib, butkul tavallikdan xabar elib turishni iltimos qildi. Ammo otam qabul qilmadi. Otam, Xorasonda haj qilishni niyat qilgan edim. Agar bu ishlarga men mas'ul bo'lib qolsam, haj qilish niyatim amalga oshmaydi. Bu yerda mo'tvar amarlar ko'p. Ular bu ishlarga bosh bo'lib o'disidan chiqalaydi. Shundoq bo'lsa-mu, menmi beparvolik qilmayman. İmkaniyatning barcha har qanday ishlardan xabar tepib turman, deb o'zra aytdi. Shuningdek keyin Bobur podshoh Sultan Nizomiddin Ali xalifa, Mevlana Baba Bag'ashaz Bashag'ari, Amir Ahmad Qosim Kohi va boshqa bir necha mo'tvar amirlarni chaqirtib, barliq mamlakat ishlarini ularga topshirdi va otamga qarab, men Xorasonga berishimda barliq ishonchni sizga bog'ladim. Bu amirlar hamma ishlarni sizning oldingizdan o'tkazib o'rlashtirsin deb topildi. Ondan Xorasonga qarab yuzlandi.